Assalomu alaykum. Biznes va marketing yangiliklariga bag'ishlangan hafta dayjestimizni boshlaymiz. Orada bo'lgan bir kichik uzilish uchun uzr so'rayman. Bir uzrli sabab tufayli o'tgan hafta dayjestini tayyorlamadik. Shu sababli shu 18-31 may 2 haftaligi davomida bo'lib o'tgan biznes va marketing olamidagi yangiliklar haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. O'tgan haftalar davomida Yevropa ittifoqi dunyoga mashhur Xitoyning Temu marketplace'ini xavfli mahsulotlar savdosida ayblab 200 million yevro jarimaga tortdi. Yevropa komissiyasining fikriga ko'ra, Temu marketplace'ida bolalar o'yinchoqlari, elektr zaryadlovchi qurilmalar va shunga o'xshagan xavfsizlik standartlariga, ya'ni Yevropa ittifoqining xavfsizlik standartlariga javob bermaydigan mahsulotlar sotilganlikda aybladi va komissiyaning qaroriga ko'ra raqamli xizmatlar to'g'risidagi qonuni DSA deb nomlanadi, buzganlikda ayblab Temu platformasini 200 million yevro jarimaga tortdi. Bu albatta juda ham katta summa. Menimcha Temu bu bilan bu jarimani qabul qilmaydi va sudga murojaat qilsa kerak. O'zi bu narsaga ikki xil yondashish mumkin. Bir tarafdan albatta bu qonunchilikni bajarilishini ta'minlash, lekin boshqa tarafdan menimcha bu o'sha ma'lum bir darajada Xitoyning o'sha rivojlanib kelayotgan marketplace'ning Yevropa ittifoqi hududidagi harakatlarini biroz cheklash bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Xitoyning Spring Airlines aviakompaniyasi O'zbekistonga reyslarni ochmoqchiligini e'lon qildi. O'zbekiston Turizm qo'mitasining raisi Abdulaziz Akulov Shanxaydagi ITB China ko'rgazmasi doirasida o'sha Xitoyning yirik low coasteri Spring Airlines rahbariyati bilan uchrashib, ushbu uchrashuvda aynan o'sha Spring Airlines kompaniyasining O'zbekistonga uchuvlarini joriy qilish va shu orqali O'zbekistonga xitoylik sayyohlarning kelishini ko'paytirish maqsadi borligini e'lon qilishdi. Endi albatta bu yaxshi yangilik desa bo'ladi, sababi Xitoydan turistlar kelishi ham va o'zbekistonlik turistlarning ham arzonroq narxlarda Xitoyga parvozlarini amalga oshirishlarini joriy qilinishi bu barchaga foyda bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Shuning uchun qancha ko'p davom etamiz, qancha ko'p xalqaro kompaniya O'zbekistonda ishlasa, shuncha yaxshi. O'tgan hafta biznesning soliqqa tortilishi uchun juda ham yaxshi yangiliklar e'lon qilindi. Birinchi navbatda o'sha kichik biznesni umumiy soliq tortilishiga, ya'ni qo'shimcha qiymat solig'iga o'tishiga bo'lgan parok, ya'ni 1 milliardlik cheklov 5 milliardgacha prezident qaroriga asosan oshirildi. Ya'ni endi siz yoki tartibdagi tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida biznes olib borayotgan bo'lsangiz, ilgari 1 yil davomida 1 milliard oborot qilgan bo'lsangiz, qo'shimcha umumiy soliqqa, ya'ni o'sha qo'shimcha qiymat solig'i va foyda solig'i to'loviga o'tishingiz kerak bo'lardi. Hozir mana shu limit 5 milliardgacha ko'tarildi va bu tabiiyki o'sha kichik biznes uchun juda ham zo'r yangilik va undan tashqari o'sha umumiy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalari uchun qo'shimcha qiymat solig'iga to'lovni o'tishning soddalashtirilgan tartibi, ya'ni 6% lik stavka joriy qilindi. Lekin bu yerda bitta nyuansi bor. Bu 6% lik stavkani sotib oluvchilar zachotga ola olmaydi. Ya'ni 6% lik stavkada to'lanadi, lekin uni zachotga olish imkoniyati bo'lmaydi. Lekin bu ham aynan mana shu sohadagi bizneslar uchun ancha yengillik va bu uchun albatta rahmat deb qolamiz. Toshkent shahridan keyin Samarqand shahrida ham endi tashqi reklamalarni tartibga solish va shaharning me'moriy qiyofasini yaxshilash yoki bor qiyofani saqlab qolish maqsadida desa ham bo'ladi, yagona dizayn kod joriy etilar ekan. Viloyat hokimligi Mac Projecting studiyasi bilan hamkorlikda yangi konsepsiyani ishlab chiqqanligini e'lon qildi. Ushbu hujjatga ko'ra o'sha shaharning tarixiy va zamonaviy qismlari uchun alohida uslublar belgilanadi va o'sha Samarqand shahridagi barcha reklama bannerlari, o'lchamlari, ranglari va ishlatilishi mumkin bo'lgan qat'iy standartlar joriy qilinadi. Shaharning dizayn kodi bo'lishi yaxshi va bo'lishi kerak, ayniqsa tarixiy shaharlarda. Lekin Toshkent shahrida bo'lib o'tgan voqealar shuni ko'rsatadiki, juda ham ko'p narsa dizayn kodini ishlab chiqishga emas, balki uni qanday joriy qilinishiga bog'liq. Toshkent shahrida qilingan xatolarni Samarqand viloyati hokimiyati Samarqand shahrida qilmaydi degan umiddamiz va albatta dizayn kod bo'lgani yaxshi, lekin uni joriy qilishda juda ham muhim joyi bu kichik biznes subyektlariga zarar yetkazmaslik va umid qilamizki Samarqand shahrida bu narsa to'g'ri amalga oshiriladi va Samarqand shahri dizayn kodga ega bo'ladi va yanada go'zal bo'ladi, lekin kichik biznes ham bundan zarar ko'rmaydi degan umiddamiz. PMI ilovasi o'zining yangi dizaynini namoyish etdi. Yangilangan
yangilangan interfeysning foydalanuvchilarga yangi bir shior ostida taqdim etishdi, ya'ni o'zingiz o'zgaring, asliyat o'zgarmasin. Yangilangan interfeysda o'sha foydalanuvchilar uchun personallashtirilgan holat berilgan, ya'ni har bitta foydalanuvchi o'z xohishiga ko'ra interfeysni o'ziga moslab olishi, o'ziga kerak tugmalarni o'zgartirishi, keraksizlarni olib tashlash imkoniyatlari yaratilgan. Bu o'sha Payme'ni yanada rivojlanishiga, yanada foydalanuvchilar uchun oson bo'lishi uchun qilingan bir harakat. Yaxshi holat, kompaniyani rivojlanayotganligidan yana bitta dalolat. Qanchalik qulay yoki noqulay bo'lganligini endi vaqt davomida foydalanuvchilarning o'zlari belgilab berishadi. O'tgan hafta jahon futbolida bir katta voqea bo'ldi, ya'ni Manchester City klubi o'zining 10 yillik murabbiyi Pep Gvardiolaning klubdan ketganligini e'lon qildi. Aniqrog'i Pep Gvardiola klubdan ketganligini e'lon qildi. Futbol muxlislari uchun, ancha butun o'zbekistonlik futbol muxlislari uchun ayniqsa bu bir sezilarli voqea bo'ldi. Bilamiz, o'sha bizning yurtdoshimiz Abduqodir Husanovning hozirgi holatga chiqishiga va jahon yulduziga aylanishiga juda ham katta hissalarni shaxsan Pep Gvardiola ham qo'shganligini bilamiz, ya'ni o'sha futbolchiga ishonganligini va yanada rivojlanishida yordam berganligini. Gvardiola umuman bilamiz, dunyo miqyosidagi eng kuchli trenerlardan bittasi. O'sha Barselonada juda ham ko'p yutuqlarga ega bo'lgan, Bavariyada va Manchester Cityning 10 yilligi davomida klubning barcha rekordlarini yangiladi. Klub bilan juda ham ko'p g'alabalarga erishdi, lekin men bu yerda boshqa bir voqeani aytmoqchi bo'ldim. Ya'ni qanchalik futbol klubining marketingi mana shu voqeani yorita olganligidan, ya'ni juda ham ko'p, juda ham ajoyib videoroliklar tayyorlandi. O'sha sobiq futbolchilar, hozirgi futbolchilarning Pep Gvardiolaga yo'llangan fikrlari bilan bog'liq har xil roliklar e'lon qilindi, lekin menga o'zimga juda ham yoqqani bu o'sha bir bolakay bilan qilingan rolik. Ya'ni Pep Gvardiola klubga kelganida 10 yil ilgari bir yosh bolakay bilan, o'sha 8-9 yoshli bolakay bilan bitta rolik olingandi va ushbu rolikda o'sha bolacha aytadi Gvardiolaga: "Sen bizani klubga trener bo'lib kelding. Biz endi ko'p yutuqlarga erishsak kerak, shuncha prizlarni qayerga qo'yamiz?" degan o'sha hazilomuz savolni bergan bo'ladi va klub marketingi ushbu rolikni takrorlashdi va o'sha bolakayni, ya'ni 10 yil o'tgandan keyin o'sha bolakay endi katta yigit, ushbu rolikni qo'yishdi va u yana bir marta Gvardiola bilan uchrashganda Gvardiola aytadiki, 10 yil oldin sen menga shu savolni berganding. Yurmasanga o'sha barcha kuboklarni qayerga qo'yganimizni ko'rsataman deb o'sha barcha sovrinlarni bir joyga to'plangan joyga olib kiradi. Bu juda ham трогательный, juda ham emotsional rolik chiqqan va yana bir marta aytaman, Manchester Cityning marketingiga qoyil. O'zi men bitta narsani aytishim mumkin, bugungi kunda jahon futbolida marketing juda ham oldi qatorlarga chiqqan. Muxlislar bilan ishlash aytmoqchimanki, futbol klubining maydondagi g'alabalari kamlik qiladi bugungi kunda muxlislarni ushlab qolish uchun. Men alohida bir keyslarni ko'rsataman. O'sha Real Madrid, Barcelona, City va boshqa klublar qanday o'zlarining muxlislari bilan ishlashadi va bu qanday natijalarni keltirishi mumkin bo'yicha, lekin mana bu keysimizda ham Manchester Cityning bir ajoyib marketingini ko'rishimiz mumkin. 18-31 may haftaligida bo'lib o'tgan yangiliklarimiz shulardan iborat. Albatta, bizda podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi hafta uchrashguncha rahmat, xayr.